Assalomu alaykum obunachilar. Bizga xaladenliklarimiz keldi. Yangi partiyada xaladenliklarimiz keldi. Xaladenliklarimiz 900 mingdan boshlanib 4,5 milliongacha ketaveradi. Ichlarini bir boshdan ko'rsataman. Telefon qilsalar ham pulini kelishlar. Bu ham shivaki zo'r xaladenlik. Ichlarini ko'ringlar. Ichlari ham tiniq holat. LG invertorli smart sistema. Motorini o'ziga 10 yil garantiya bergan. Ichlarini ham ko'ringlar. Ichi tiniq, uringan, eski labas, ekonomik, nofroz, har xil xaladenliklarimiz bor, midiyalarimiz bor. Galarimizni ham ko'ringlar. Tiniq holatda. Holatlari zo'r. Bestinlarimiz bor, bestinlar ham zo'r. Ozgina ishlatishgan, pulzari bo'lib sotilgan xaladenliklar. Uni eski bo'lib, eski bas ichlarini ham ko'ringlar. Hamma yog'i tiniq holatda. Samsung invertorli, motorni o'zi 10 yil garantiya bergan. İşlerimizde ko'ringlar, ichlari ham zo'r holatda. Ishlatilmagan kredit olib sotgan xaladenliklarimiz ham bor mana. Mana ichlari ashshe zo'r bo'ladi. Mana aka ko'ringlar. Yangi 3 yillik garantiyasini bostirib beramiz. Bag'da ham bor, kirmoshnalarimiz bor. Ular ham 6 kilolik invertorli model. Mana Zifler, Royson, bizda yana 3 oy ishlatilgan Samsung xaladenligimiz ham bor, invertorli. 3 oy ishlatishgan holat. Kreditga olib turib sotishgan. Ishlarini ham ko'ringlar. Ishlari ham vashshi ideal holatda. Bundan bag'i sizlarga maslahat, sezon boshlanishidan oldin olib berganlar yaxshimi? Hali yangimi, eskimi, narxi oshaveradi. Mana turishlari. Xohlagan turlaringdan bor. Xaladenlik. Manzilimiz Kirgili temir bozor, Farg'ona viloyat Kirgili temir bozorida oldida. Mana nomerlarimiz yozib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 900 mingdan boshlanib ketaveradi xaladenliklarimiz. Hammasi tiniq holatda.